8-mart qanaqa bayram siz uchun? Eng ulug', eng yaxshi bayramlardan onajonlarimiz, singillarimizni bayrami. Juda ham katta bayram. Onalarimiz bayrami, qizlarimiz, ayollarimiz bayrami. Bu hammamiz bayramimiz. Bayramga xudo xolisa kecha ham hokimimizga aytdim, 300 ta ishchi o'rin yaratdim. Yana Bugun ertalabdan boshlagan ishimiz har bir rahbar o'zi ustozi bo'lgan, o'zi misol uchun bizda ikkita qahramon onaxonimiz bor. Ulardan hollardan xabar olib bayram bilan tabriklashdan ish boshladik. Uydagilarga xudo xolisa eng birinchi shunda chiroyli gul oldik. Keyin aka yoqtirgan o'zimizning milliy chiroyli adresi oxirgi modelida aka sovg'aladik. Ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli bo'ladi. Bayramingiz muborak. Buni juda ham keng nishonlashimiz kerak. Chunki bu ayollarimiz bizni qo'llab-quvvatlaydigan, jamiyatimizni oldinga yurishiga, rivojlanishiga sababchi bo'lgan eng asosiy kuch deb hisoblayman. Eng hozirgi kunda dolzarb masala ayollarimizni uy-joy bilan ta'minlash masalasi. Mana shu sohada hozir biz 40 milliard so'm hurmatli prezidentimiz ajratib beryaptilar. Yakka yolg'iz ayniqsa mana shu kam ta'minlangan ayollarimizni uy-joy bilan ta'minlashga, shu uy-joy ta'minlash dasturi bo'yicha ishlaymiz birinchi navbatda. hamma tinch bo'lsin, ayollarimiz baxtli bo'lsin. Turetskiy aytib, to'g'risini aytishim kerak. Hozir yana tarqatadiganlarim bor. Bugungacha hozirgacha 5-4 ta berdim, yana bor. Rahmat, mehnatimizni shunchalik qadrlab, ayollar kunida 8-mart kunida taqdirlashgan ekan. Men juda ham xursandman. Ertalabdan beri shu bayramni kutdik. Biz o'ylagandan ham chiroyli o'tdi. Rahbariyatga, shahar hokimligi, viloyat hokimligi hammalariga katta rahmat. Taqdirlanganimdan juda ham xursandman. Mehnatimni e'zozlashganiga kattakon rahmat. 954 ta viloyatimizda rahbar ayollarimiz bor. Davlat xizmatlari rivojlantirish agentligi bilan birgalikda ularni tanlab prezident huzuridagi mana shu akademiya oldingi hozirgi mana shu davlat xizmatlari rivojlantirish agentligi bilan birgalikda muntazam o'qishlar qilinadi va ularni mana shu amaldagi kadrlar zaxirasiga olib tavsiya qilinadi va mana shu rahbar ayollar birinchi navbatda o'rinbosar darajasida, albatta tuman hokimi darajasidagi ham rahbarlarni tayyorlash bo'yicha ishlar boryapti. Hozir zaxira kadrlar tuman hokimi Zaxira kadrlar uni aniq soni kamida 20 ta ayol hozir yaqindagina mana 2 haftalik o'qishda akademiyada o'qib kelishdi, tajriba almashib, o'zlarini tajribalarini takomillashtirishdi va bu muntazam davom etyapti. Yaqin kunlarda xudo xolasa tavsiyalarni berilgan o'sha tegishli rahbar lavozimlariga o'tish kutilyapti.